Bolalar, bugun sizlar bilan ikkiga bo'linish belgisini o'tamiz. Birinchi mavzumiz ikkiga bo'linish, keyingisi uchga bo'linish, keyin to'rtga bo'linish va beshga bo'linish belgilarini o'rgataman. Hamma daftar ruchkasini olsin. Tayyormisizlar? Boshladik unda. Birinchi mavzu, ya'ni 30-paragraf. Ketdik. Qanday so'rab? Oxirgi raqami, oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan, ya'ni bini bilan degan, bilan tugasa bu sonlar ikkiga bo'linadi. Bo'linadi. Misol uchun, qaranglar. Birinchi misolimizga. 1. Oxirgi raqami yoki 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugash kerak yoki mana shu sonlarda o'zi bo'lish kerak. Tushundik-a? Ikkiga bo'lishda ham ustun shaklida bo'lib ketamiz. Masalan, 17miz ikkiga bo'linadimi? 17 ikkiga bo'linadi bolalar? 17 ikkiga bo'linadimi? Kim javob yozadi? Yo'q, Abduqodir. Nima uchun? Yo'q, Imronbek. Chunki 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugamayapti. Shuning uchun bu ikkiga bo'linmaydi. 16 ikkiga bo'linadimi bolalar? 16. Ikkala necha 16? Ha, bu bo'linadi. Nimaga desa, mana oxiri 6 bilan tugayapti. Bular juft sonlar ham deyiladi. Mana shu narsalar juft sonlar. Demak, bu ikkiga bo'linsa 8 ekan. Endi qaranglar, sizlarga misol beraman. Yana ikkinchi misol. Raqam sonlar ichidan ikkiga bo'linadiganlarni sonlar ichidan ikkiga bo'linadiganlarni topib bering. Qaytib topamiz. Sonlar ichidan ikkiga bo'lingan. Sizlarga misol beraman. Ya'ni 12, 17, 19, 81, 76, 102, 103, 99. Mana shu yerdan qaysilari ikkiga bo'linadi? Bittada qarab qaysilar ikkiga bo'linishini bilib olishimiz kerak. Turib turing, hali sizlarga juft sonlarni maydalab to'liq qaysilar kirishini keyinchalik tushuntirib beraman-da yana. 3 tamikan? 12, 76, 102. Tahlil qilamiz. 12. 12 oxiri 2 bilan tugayapti. 2 bizlarga juft son. 17. 17ni olmaymiz. 7 bizlarga juft emas, 2 ga bo'linmaydi. 9 ni ham olmaymiz, 2 bilan tugamayapti. 1 ni ham olmaymiz. 76 6 bilan tugayaptimi? 76, 12, 76, 102, 102 oxiri 2 bilan tugayapti. 103 ni olmaymiz, 3 yo'q bizlarga, 9 ni olmaymiz. Demak, kimda kim 3 ta ekan? Kimda 3 ta chiqqan bo'lsa 5 ball qo'yib qo'yinglar.
Barakalla. Mhm. Barakalla Hadicha, Nilufar Husniddin, Hoji Akbar, Gulbahor. Qaranglar. Endi mana shularda sal murakkab yana misollar beraman. Ikkiga bo'lishdi. 76 ni ikkiga bo'lib ber dedi. Buni qanday bo'lamiz? 76 ni biz ikkiga bo'la olmaymiz-ku desak, buni ustun shaklida bo'lamiz. Uchburchak qilib. Ketdik. 76 deymiz. Bo'lamiz. Mana shuni chizasizlar. Bo'ladigan sonni mana bu tepasidan yozasizlar. Endi qarang. 76 ni Abduqodir keyin Telegramdan yozing shu narsani, hozir ko'rishga ulgurmaymiz, xo'p? Qaranglar. 76 ni 2 ga qanday bo'lamiz? Birinchi o'ylaysizlar, 7 ni ajrata olamiz. 7 ni ichida 2 bormi bolalar? 7 ni ichida 2. Ikkara nechimiz 7 bilan tugaydi? Ha, bor. Faqat katta bo'lib ketmasin, kichikroq bo'lsin. 3 tadan beramiz. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. Endi qaranglar, buni tepaga ko'paytiramiz. 3 kere 2 6. 7 dan 6 ni ayiramiz endi. 7 dan 6 ni ayirsak 1. 1 da o'zi yetmaydi. Endi mana bu 6'miz bor-ku, ko'k 6 tepadagi. Ana shuni oldiga tushiramiz. 16 bo'ldi. 16 ni 2 ga bo'lsak nechtadan tegadi? Ikkara necha 16 degan savol beramiz. Ikkara 8. 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16, ayirsak 0. Demak, 76 ni 2 ga bo'lsak 38 ekan. Tushunarlimi? Endi ikkinchi misolimiz. 46 ni 2 ga bo'lamiz. Bunisi. 46 ni 2 ga bo'lsak, buni ham bunaqa qilib bajaramiz. 46 yoza olamiz. Pastga chizamiz, keyin yonida bunaqa qo'yib qo'yamiz. Ikkichasini yozamiz. Qaranglar. Birinchi 4 ta ichida 2 bormi? Ha, 4 ta ichida 2 nechtadan bor? 4 ta ichida 2. Ikkitadan bor. 2 kere 2 4. 2 ni tushiramiz. 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. Buni bunga ko'paytiramiz. 2 kere 2 4. Ayirsak 0. Endi 6 bor-ku, 6 ni mana to'g'ri pastga tushirib kelamiz. 6. 2 kere necha 6? 6 ni ichida nechta 2 bor? 3 ta. 3 ta beramiz. 3 kere 2 6. 6 dan 6 ayirsak 0. Demak javobimiz 23 ekan. 23. Kimda 23 chiqqan bo'lsa 5 ball. Barakalla. Endi sizlarga sal qiyinrog'idan berib ko'raman. Tayyormisizlar? 3-misolimiz. 3. 176 2 ga bo'linadimi, bolalar? 176. 176 ni 2 ga bo'lamiz, ha. Endi davay, bo'lib ko'ringlar-chi? Daftarlaring oldilaringdami? Madina. Husniddin, Muhammad Isoxon. Yana Shahlo, Samson, Gulmira, Anvarxonova. Barakal. Endi ketdik. Bo'lam. Qaranglar. Ha, yo'q deb javob berib ketaverasizlar. Savol beraman. Birda ichida 2 bormi? Birda ichida 2 yo'q. Birda ichida 2 yo'q. Shuning uchun buni o'chiramiz.
Endi qarang. 17 qilib. 17 ichida 2 bormi? 17 ichida 2 bor. Nechi karra 2 17 ga yaqin bo'ladi? Demak, 8 tadan berib ko'ramiz. 8 karra 2, 8 ni 2 ga ko'paytirib, buni tagidan tushiramiz. 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16, 17 dan 16 ni ayirsak 1. 1. Endi mana bu 6 ni tushiramiz. 16 bo'ldi. Qarang. Ikki karra nechimiz 16 edi? Biz yodlagandik-ku. 2 karra 8, yana 8 tadan berib ko'ramiz. 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16. 16 dan 16 ayirsak 0. Sizlarga agar mana shu 0 qolib kelsa, javoblaring to'g'ri bo'ladi. Tushunyapsizlar? Oxirimiz 0 qolish kerak. Demak, 176 ni 2 ga bo'lsak 88 ekan. Endi keyingisi. 3-chi, 4-chi misol. Bir ming qirq olti ikkiga bo'ladimi bolalar? Buni qanday qilamiz? 1046 degan raqam beryapti. Buni ikkiga bo'lishda o'rganamiz endi. Buni uchun birinchi 1046 deb yozib olamiz. Ne tushirib bo'ladigan sonimizni bu yerga 2 ni yozdik. Endi qaranglar. 1 ni ichida 2 bormi? 1 ni ichida 2 yo'q. Shuning uchun buni olamiz, endi bunisini qilamiz. 10 bo'ldi. 10 ni ichida 2 necha marta bor? 2 karra nechimiz 10? Ya'ni qarang, bunday narsada 10 ni ichida 2 nechta bor? 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 bu 10 mi? Demak, nechta bor ekan? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bor ekan. 5. 5 karra 2 10. Demak, 10 dan 10 ni ayirsak 0. 0 ni tushirdik. Endi mana bu 4 ni tushirib olamiz. 4. 4 ichida 2 necha marta bor? 4 ichida 2 marta bor. 2 karra 2 4. Ya'ni ayiramiz. 0 yozamiz. Endi mana bu 6 akamizni tushiramiz. Keyin aka deymizda 6 ni tushirib oldik. Necha karra 2 6 bo'ladi. Demak, 6 ni ichida 2 3 tadan bor. 3 karra 2 6. Yana ayirib qo'yamiz 0. Demak, 1046 ni 2 ga bo'lsak 523 ekan. Hozir mavzu o'tyapmiz, Shamshod. Demak, birinchi mavzumiz tushunarlimi? Qanday sonlar 2 ga bo'linadi? 2 ga bo'linish belgisi. Oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlar 2 ga bo'linadi yoki 2, 4, 6, 8 raqamlarini ham o'zi. Endi ikkinchi mavzu 3 ga bo'linish belgisi. Ikkinchi mavzu. Ikkinchi mavzu. Yo'q, keyin anavga beraman, yozishga oxirga berib yuboraman, xo'p? Rasmga tushirib tashlab qo'yaman. Bir yo'la yozib ketaylik. Ikkinchi mavzu. Hop, juda ko'pda 3 ga bo'linish belgisi. Qanday sonlar 3 ga bo'linadi? Sizlarga savol. Shunday kelyapti. Ko'chada sizlarda bironta masalan intervyu olmoqchi sizlarga savol beradi. Mana intervyu olayotgan aka kelib qoldi. Sizlarga savol beradi. Shunga bittada javob, mana mikrofonchasi bittada javob beradigan bo'lamiz. Tayyor turinglar, qaranglar. Savol beryapti. Qanday sonlar 3 ga bo'linadi deydi. Qanday sonlar 3 ga bo'linadi deb so'radi. Bir 3 ga bo'linadimi?
Yo'q. To'xtab qoldilarmi? Endi sizlar javob berasizlar. Javob. Javob beramiz. Raqamlar yig'indisi. Raqamlar yig'indisi uchga bo'linsa, raqamlar yig'indisi uchga bo'linsa, bu son uchga bo'linadi. Demak, raqamlar yig'indisi uchga bo'linsa, bu son uchga bo'linadi. Bu nima degani? Misol uchun, mana qarang. 5, 50, 54 degan son bor. 54 uchga bo'linishi bittada bilalasizlarmi? Yo'q. Buni bilishimiz uchun mana bu raqam bitta raqam. Bunisi ham bitta raqam. 5 ga 4 ni qo'shib ko'ramiz. 5 ga 4 ni qo'shsak 9. 9 3 ga bo'linadimi? Osonroq kara-karadan yodlaganimizki. 9 3 ga bo'linadi, demak 54 imiz ham 3 ga bo'linadi. 5 ga 4 ni qo'shsak 9, 9 3 ga bo'linadi. Demak, 54 ham 54 ham 3 ga bo'linar ekan. Tushundik-a? 54 ham 3 ga bo'linadi. Endi misol qaranglar. 76 3 ga bo'linadimi, bolalar? Qara-karadagi sonlarimiz va bular qo'shimcha. Birinchi mana buni ko'rsatib olib qaranglar. Qaysi o'zi kara-karadagi sonlarimiz 3 ga bo'linadi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. O'zi bular avtomatik 3 ga bo'linadi. Shunda ham masalan 12 3 ga bo'linadimi desa, 12 ni qarang. 1 ga 2 ni qo'shib ko'ringlar. 1 ga 2 ni qo'shsak 3mi? 3 3 ga bo'linadi. Ha. Demak, 12 ham 3 ga bo'linadi. Bu mavzu tushuntirib beryapman. Endi qaranglar. 1700 1712 3 ga bo'linadimi? 1712 3 ga bo'linadimi? Qaydan bilyapsizlar? Endi raqamlarni qo'shib chiqamiz. Qaranglar. 1 qo'shilgan 7 qo'shilgan 1 qo'shilgan 2. 1 ga 7 ni qo'shsak 8, 8 ga 1 ni qo'shsak 9, 9 ga 2 ni qo'shsak 11. 11 3 ga bo'linadimi? Mana o'zi 3 ga bo'linishlar berilgan. 11. 11 bormi mana shu 3 ga bo'linadiganlarimiz ichida? Yo'q. Demak, bu sonimiz 3 ga bo'linmas ekan. Yo'q. Tushundikmi? Endi sizlarga qaranglar, misol beraman. Misol yana 2 ga va 3 ga bo'linadigan sonlarni ajrating. Degan sonlarni ajrating. Hozir sizlarga menga misol beraman, qaranglar. Mana tepada misol beraman. Sizlar ajratib chiqasizlar menga. 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi,
Tushundingmi? Ba'zi ikkiga ham uchga ham bo'linadigan sonlar ham kelib qolishi mumkinda. Ularga e'tiborli bo'linglar. Keyinchalik o'rgatib ketaveraman. Birinchisi, ikkiga bo'linadiganlar va uchga bo'linadigan. Real, Pet, Nilufar. Mhm. Misollarini uyga vazifa beraman. Hozir mavzularni tushuntirib beraman-da. Kitob, Abduqodir. Uni keyin Telegramdan gaplashamiz. Xo'p, hozir darsga qayting. Boshladik tekshirishni. Tayyormisizlar? Ketdik. Ikkiga bo'linadiganlar qarang. Oxiri to'rt, to'rt ikkiga bo'linadi. To'qqiz ikkiga bo'linmaydi. Uchga bo'linadi. Uchga bo'linadiganlar ichidamidi? Endi qara, 16. Oxirgi raqami 6 bilan tugayaptimi? Lekin raqamlar yig'indisi 7. U 2 ga bo'linmagani uchun, 3 ga bo'linmagani uchun 16 ni olamiz. 4, 16, 21. 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugaganda 2 ga bo'linadiganga olardik. Ammo bu 1 bilan tugayapti. Endi raqamlarni qo'shib ko'ramiz. 2 ga 1 ni qo'shsak 3. 3 3 ga bo'linadimi? Demak 21 nechiga bo'linar ekan? 3 ga bo'linar ekan. 21 3 ga bo'linar ekan. Keyingisi 100. Bolalar, oxirgi raqam 0 bilan tugasa bizlar nechiga bo'linadiganga olardik? 2 ga. Demak, yuzimiz 2 ga bo'linadi. 153. 153 bitta qaragandan 2 ga bo'linadimi, bolalar? Yo'q. Nima uchun? Chunki 3 2 bilan 2 0 2 4 6 8 bilan tugamayapti. 3 bor. 3 xalaqit berayotgan bo'lsa, demak raqamlar yig'indisi qo'shib qo'yamiz. 3 ga bo'linishini bilishimiz uchun. 1 qo'shilgan 5 qo'shilgan 3. 1 ga 5 ni qo'shsak 6, 6 ga 3 ni qo'shsak 9. 9 3 ga bo'linadimi, bolalar? 9 3 ga. Ha, 9 3 ga bo'linadi. Demak, 153imiz 3 ga bo'linadi. Qarang. Oho, mana bu unday qiyin son 10245. Shunday kelyapti. Intervyu beryapman sizlarga. Qarang. 10245 nechiga bo'linadi? 3 ga bo'linadimi deb so'rasam, sirasi raqamlarni qo'shib olamiz. 1 ga 2 ni qo'shib olamiz. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan 5 qilib olamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3. 3 ga 4 ni qo'shsak 7. 7 ga 5 ni qo'shsak 12. 12 3 ga bo'linadimi, bolalar? 12imiz 3 ga bo'linadi. Demak, 10245 sonimiz ham 3 ga bo'linar ekan. Kimda shunaqa javoblar chiqqan bo'lsa, 5 bilan qo'yib qo'yinglar. Barakalla. Mhm. Endi qaranglar. Ustun shaklida bo'lishdi. Bitta ustun shaklida ham misol berib ketaman.
27 bo'lingan 3 deyapti. Buni qanday hisoblaymiz, bolalar? Buni 30gachani kara yordamida hisoblaymiz. Ketdik. Demak, 27 ni 3 ga bo'lamiz. Buni shunday qilamiz. O'zi yodlaganmiz. 3 kara nechi 27? 3 kara 9 27 aslida. 27 deymiz. Bo'lamiz 3 ga. 2 ni ichida 7 bormi, qaranglar? 2 ni ichida 3 bor, 73 bormi? 2 ni ichida 3 yo'q. Shuning uchun bunaqa qilib olamiz endi. 27 bo'lyapti. 27 ichida 3 necha marta bor? 9 marta. 9 kara 3 27 ayirsak 0. Demak, 0. Demak, javobimiz necha ekan? 9 ekan. Javobimiz 9. Endi qaranglar. 153 3 ga bo'linadi dedikmi? Tekshiramiz. Birinchi misol, ikkinchi misol. 153 3 ga bo'linadi dedik. Endi nechtadan qaytib bo'lishni o'rganamiz. 153 ni 3 ga bo'lamiz. Qaranglar, 1 ni ichida 3 bormi? 1 ni ichida 3 bormi? 1 ni ichida 3 yo'q. Shuning uchun 1 ni olmaymizda. Endi sal yana murakkablashamiz. 15 qilamiz. Mana shunaqa belgi ajratib olishlaring uchun. 15 ta ichida 3 bormi? 3 kara necha 15? 3 kara 5. 5 ni 3 ga ko'paytiramiz. 5 kara 3 15. 15 dan 15 ayirsak 0. Endi mana bu 3 ni tushira olamiz. Aka, kengdi. 3 ni ichida 3 necha marta bor? 3 kara necha 3 ga teng? 1 marta. 1. 1 ni 3 ga ko'paytirsak 3. 3 dan 3 ayirsak 0. Demak, 153 ni 3 ga bo'lsak, javobimiz 51 ekan. Hozir kitobdagi misollarimiz osongina, qiynalmay bajarasizlar-da. Sizlarga mavzu o'tgancha sal murakkabrog'ini o'rgatsam, uyga umuman qiynalmaysizlar. Endi qaranglar. 10245 ni 3 ga bo'linadi dedik. 10245 ni 3 ga bo'lamiz dedikmi? 3 ga bo'lsak necha ekan, bolalar? Endi tekshiramiz. Buni ham shunday yozamiz. 10245 tak deymiz, chizib olamiz. 3 ga bo'lamiz. Endi 3 ga bo'lyapmizmi? 1 ni ichida 1 ni ichida 3 bormi, bolalar? Ha. 1 ni ichida 3 bormi? Bittani ichida 3 bormi? Mana 3 bormi? Mana shu ichida 3 bormi? Yo'q. Shuning uchun nechini olamiz, Hadicha? Yo'q, Hoji Akbar. 10 ni olamiz, 10. 10 ni ichida 3 bormi endi? 10 ni ichida 3 bor. 3 kara necha 10? 3 kara 3. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. Buni tepaga ko'paytiramiz, bo'la? 3 kara 3. 9 yozamiz. 10 dan 9 ayirsak. 10 dan 9 ayirsak 1. Endi 2 ni tushiramiz. 12. Bir o'zi yetmaydi. 12 ni ichida 3 necha marta bor, bolalar? 4 marta bor. 4 kara 3 12. Yana ayiramiz. 0. 2 ni tushirdik. Endi 4 ni tushirib kelamiz. 4 ni tushirib olamiz. 4 ni ichida 3 bormi? 4 ni ichida 3 necha marta bor? 1 marta bor. Bitta. 1 kara 3 3. 4 dan 3 ta ayirsak. 4 tadan shuni 3 talay olib qo'ydim. Kim qoldi? 1. 1.
endi beshta tushira olamiz. Mana. Beshimiz xafa bo'lib qolmasinda bir o'zim qolib ketdim deb. Besh. 15. 3 karra necha 15 bolalar? 3 karra 5. 5. 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15 ekan. 15 dan 15 tashirsak 0. Demak, javobimiz 3415 ekan. Tushunarlimi? 3415. Kimda shular to'g'ri chiqqan bo'lsa 5 qo'yib qo'yinglar. Odina qo'shilib oling unda. Mhm. Ana. Shuncha mavzu o'tib tashladik, bolalar. Qaranglar. Endi 2 ga bo'linishni o'rgandik. 3 ga bo'linishni o'rgandik. 4 ga bo'linishni o'rgataman endi. 4 ga bo'linish. Nechinchi mavzuga keldik endi bolalar? Nechinchi mavzu deymiz? Aha, barakalla. 3-chi mavzu. Nechiga bo'linishni o'tamiz bugun? 4 ga bo'linish. 4 ga bo'linish belgisi. Bitta qaraganda mana bilib olishimiz kerak. Sonlar nechiga bo'linadi degan misolni bilib olishimiz kerak. Ha, ikkinchi kitob o'tyapmiz-ku, ana shunga hademay bo'lishga kelamizda, umuman qiynalmaysizlar unga. Qana 4-sinfga qo'shilib bo'ladi. Adminga yozinglar. Ayallaring to'lov qilgan-ku, shu to'lov qilgan ustozga aytsalar ham qo'shadi. Ket. 4 ga bo'linish belgisi. Bugun ko'p bala mavzu o'tamiz. Savol beryapti. Mana, intervyu olgan keldi sizlardan, ko'chada ko'rib qol. Agar menga 4 ga bo'linish belgilarini aytib bersang, senga 100 ming beraman dedi. 100 ming beraman dedi, agar 4 ga bo'linish belgilarini aytib bersang dedi. Va deymiz, shunday men mikrofonchani oldi. Bizlar sizlar yodlagansizlar. Qanday sonlar 4 ga bo'linadi? Savol beryapti. Qanday sonlar 4 ga bo'linadi dedi. Qanday sonlar 4 ga bo'linadi? Sizlar javob berasizlar. Javob. Mana bunday bo'lsa, oxirgi raqami qarang. O'zi 4 ga 4 karra yodladik. 4 bo'linadi 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ni bilamiz. Karra-karradan bu. Bu karra jadvali har doim 4 ga bo'linadi. Bu karra jadvali. Ya'ni to'r karra jadvali. Bu to'r karra jadvali. Endi sizlarga qanday sonlar 4 ga bo'linadi deb savol berib qolsa, oxirgi 2 raqami 0, oxirgi javob oxirgi berilgan sondan deb boshqa tak. Berilgan sonning oxirgi ikkita raqami berilgan sonning oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa bu son 4 ga bo'linadi. Berilgan sonning oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, bu son 4 ga bo'ladi. Masalan, 1000 misol.
bir yuz o'n ikki to'rtga bo'linadimi bolalar? Bir yuz o'n ikki. Misol. Bir yuz o'n ikki to'rtga bo'linadimi? Bizlar hozir o'rgandik qoidan. Oxirgi ikkita raqam to'rtga bo'linsa, shunday oxiriga qaraymiz. Ikkita raqammi? 12 to'rtga bo'linadimi? Ha, demak biz sonimiz to'rtga bo'linadi. Ko'rdilar, bitta qarashda bilyapsizlarmi endi? Endi keyingisi. Qaranglar, qiyin, juda uzun son beradi. Shu to'rtga bo'linadimi deydi. Endi qaranglar. 1 0 6 4 8 20. Mana shu son to'rtga bo'linadimi bolalar? O'qu, buni o'qishda hali uncha bilmayman. Mana shu son to'rtga bo'linadimi? Shamshod ustozlarga yozing adminga, xo'p? Qayerdan bilyapsizlar to'rtga bo'linishini? Oxirgi ikkita raqamiga qaraymiz. Oxirdagi ikkita raqam 24. 24 to'rtga bo'linadimi? Ha, 24imiz bor-ku to'rt karada. Demak, biz sonimiz ham to'rtga nima qilinar ekan? Bo'linar ekan. Chiqaring. Tushunib oldikmi? Bittada ajrata olyapsizlarmi? Endi qaranglar. Mana shu son to'rtga bo'linadimi? Mana shu to'rtga bo'linadimi, bolalar? Abduqodir ha dedingizmi? Javob yozoring-da. Ha, yo'q deb. Gulmira Sala. Qarang. 2 ga, 3 ga, 4 ga. Qaysi biriga bo'linadi endi? 2 ga bo'linadimi shu son? 2 ga bo'linish uchun oxirgi raqam nechi bo'lishi kerak? 2 ga bo'linmaydi. Oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bo'lishi kerak edi. Lekin bu 5. Yo'q. 3 ga bo'linadimi bolalar bu son? 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisini hisoblaymidik. 1 qo'shilgan 2, qo'shilgan 3, qo'shilgan 4, qo'shilgan 5 nechi bo'ladi qo'shsak bulardi? Ana raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bir son 3 ga bo'linadi. 1 ga 2 qo'shsak 3, 3 ga 3 ni qo'shsak 6, 6 ga 4 ni qo'shsak 10, 10 ga 5 ni qo'shsak 15. 15 bo'ldi. Aha. 15 3 ga bo'linadi bolalar. 15 3 ga bo'linadi. 3 karra 5 15. Demak, biz sonimiz nechiga bo'linar ekan? Biz sonimiz 3 ga bo'linar ekan. Ko'ryapsizlar, bittada bo'lmasa nechiga bo'linishini o'rganib oldik. Shunday qarab turamizda, bo'layotmaymiz. O son 3 ga bo'linadi deymiz. Xuddi folbinlarga o'xshab pol ochib tashlaymiz-da. Tushundik? Endi 4 ga bo'linadimi? Oxirgi raqamiga qaraymiz. 45. 45. 45 4 ga bo'linadimi bolalar? Qani bitta pol ochinglarchi? 45. И? 45 4 ga bo'ladimi administrator? Yo'q, bizlarga 44 bo'lishi mumkin, lekin 45 yo'q. Demak, bu sonimiz 2 ga ham bo'linmas ekan, 4 ga ham bo'linmas ekan. Faqat nechiga bo'linar ekan? 3 ga bo'linar ekan. 45 bo'lib qoldi-ku, qaranglar. 45 bo'lsa, 45 4 ga bo'lish qiyin. Yana 4 ga 5 ni qo'shib ko'ringlar. 4 ga 5 ni qo'shsak 9. 9 4 ga bo'linadimi? 9 4 ga bo'linmaydimi?
Yo'q. Ana. Yana kichiklashtirib olaversalaring bo'ladi. Endi endi bo'lib ko'ramiz. Bo'lishni bajaramiz. Bo'lishni bajaramiz. Bo'lishni bajaramiz. Boya 112 ni 4 ga bo'ldik. Manga 112 ni 4 ga bo'lishni o'rgandik. Endi 112 ni 4 ga bo'lsak, nechtadan tiyishini o'rgana olamiz. Qaraylik. Birinchi, 112 ni 4 ga qanday bo'lamiz? Buning uchun 112 ni yozib olamiz va bunday chizamiz. 4 ni o'zini belgilaymiz. Qarang. Endi savolimga javob beringlar. 1 ni ichida 4 bormi? 1 ni ichida 4 bormi? Yo'q. 1 ni ichida 4 yo'q. Endi 11 ni olamiz. Hoppa. 11 ni ichida 4 bormi? 11 ni ichida. Ha, 4 karra necha 11 ga yaqin? 2 ni olamiz. 3 tadan bersak 12 bo'lib ketadi. 2 karra 4 8. 11 dan 8 ayirsak 3. Mana 2 ni endi tushirib olamiz yoniga. 32. 32 ni ichida 4. 4 karra necha 32 edi? 4 karra 8. 8 ni 4 ga ko'paytirsak 32 ayirsak 0. Demak, 112 ni 4 ga bo'lsak 28. Kimda to'g'ri chiqqan bo'lsa 5 ball. Endi bittasi qoldi. 100. Juda qiyinni. Abduqodir, boya qiyin deyatuvdingizmi? Tez kelinglarchi. Hammamiz birgalikda bo'lib tashlaymiz. 1 millionmi? 64,824 ni 4 ga bo'lishni o'rgataman buni. Hamma qarasin. Mana shu sonni 4 ga bo'lamiz. Mavzuni tushuntirib beryapman. Jamoliddin Umarbek. Ketdik. Qarang, 1 ni ichida 4 bormi? Yo'q. 1 ni ichida 4 yo'q. Shuning uchun 10 ni olamiz. 10 ni ichida 4 necha marta bor? 10 ni ichida 4 ikkitadan bor. 2 karra 4 8. 10 dan 8 ayirsak 2. Endi mana bu 6 ni tushiramiz. 26. 4 karra necha 26 ga yaqin? 4 karra necha 26 ga yaqin? 4 karra 4 16, 4 karra 5 20. 4 karra 6 24 mi? 4 ga 6 tadan beraman. 6 karra 4 24. Ayirsak 26 dan 6 dan 4 ayirsak 2. 2. 2 dan 2 ayirsak 0. 0 ni yozayotmaymiz endi. Endi boya 6 ni tushirdik. Endi 4 ni tushiramizmi? 4. Ana. 24. 4 karra necha 24 edi? 6. Boya berdik. 6 karra 4 ko'paytiramiz. 6 karra 4 24. 24 dan 24 ayirsak 0. Endi 0 bo'ldik. Endi nechini tushirib olamiz bolalar? Ayirsak 0 bo'ldi. Endi 8 ni tushirib olamiz. 8. 8 ni ichiga 4 necha marta bor? 8 ni ichida 4 2 marta. 2 karra 4 8. 8 dan 8 ayirsak 0. Endi
Sariq bilan nechi tushadi? Ikkini tushirib olamiz. Ana. Ikki. Ikki bormi bolalar? Qarang, ikkini ichida eng e'tibor beringlar. Ikkini ichida to'rt bormi? Yo'q. Ikkini ichiga to'rt yo'q. Ya'ni endi to'rtni ham tushiramiz. 24 bo'ldimi? Tepadan ikkita raqam tushirsak bitta nol beramiz. Yozib qo'ying. Tepadan ikkita raqam tushirsak javobga javobga bitta bitta nol qo'shamiz. Qo'yamiz yoki. Demak, ikkita raqam tushirdik, javobga bitta nol qo'yamiz. Endi 24 ichida 4 necha marta bor? 6 tadan bor. 6 kira 4 24. Ayirsak 0. Demak, javobimiz 266.206 ekan. Tushundingmi? Ikkita raqam tushirsalaring bitta 0 qo'yasizlar mana o'rtaga. Mhm. Yana bitta mavzumiz qoldi, bolalar. Uchinchi mavzu, nechinchi mavzuga keldik? Tushunoldik, a? Endi mana shu oxirgi mavzumiz. To'rtinchi mavzu. Bular qoidalarni bittalab yodlab chiqasizlar. Ertadan keyin dam sizlarga. To'rtinchi mavzu. Barakalla aqlli o'quvchilarim o'zimni. To'rtinchi mavzu. Nechiga bo'linish belgisiga keldik? Qani kim topadi? 1da o'rgandik, 2ga o'rgandik, 3da o'rgandik, 4ga bo'linish belgisini o'rgandik. Endi nechi qoldi? Kameram yo'q. 5. Barakalla o'zimni aqlli o'quvchilarim. Demak, endigi 5ga bo'linish belgisi. 5ga bo'linish belgilari. Ketdik. Shaqillatib buni to'rtburchakka olib qo'yamiz. 5ga bo'linish belgilari. Kameram yoniq-ku bolalar. Ko'rnyapmanmi qolganlarga? Ko'rinyapti, kameram yoqiq, asarlarim. Ketdik. Qanday sonlar 5 karani takrorlay olamiz. Karra jadvaldagi hamma sonlarimiz 5 karadagilar 5 ga bo'linadi. Masalan, nechilar edi? Karra 5 karra 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50gachamidi? Endi qoidasi 0 10 5 10 15 20 demaymiz, qoidasi bor. Endi sizlardan chiroyli men intervyu olyapman. Men bo'lganim uchun qizil kiyinib oldim. Xo'p? Mana. Endi sizlardan intervyu olyapman. Mana mikrofonim. Savol beraman. Qanday sonlar 5 ga bo'linadi? Jasurbek deyapti. Qanday sonlar 5 ga bo'linadi? Qoidasini aytib ber. Qanday sonlar 5 ga bo'linadi deyapti. Dilafruz, mavzu mana shu 5 ga bo'linishni ham o'rganib olinglar. Endi sizlar aytasizlar. Qanday sonlar 5 ga bo'linadi desa javob beramiz. Javob.
Bittada. Oxirgi raqami, oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugagan sonlar. Oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugagan sonlar 5 ga bo'linadi. Oxirgi raqam nechi bilan tugashi kerak ekan? 0 yoki 5 bilan tugashi kerak ekan. Oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugash. Endi qaranglar. Misol beraman. Misol. 70 5 ga bo'linadimi? 70 5 ga bo'linadimi? Administrator 75 ga bo'linmaydimi? Qolganlar to'g'ri qilyapti. Ha, ha, ha. 75 ga bo'linadi. Nima uchun? Oxirgi raqami 0 bilan tugayaptimi? Oxirgi raqam 0 bilan tugagan uchun bu son 5 ga bo'linadi. Endi qaranglar. 105 5 ga bo'linadimi? 105 5 ga bo'linadimi? Ha, nima uchun desa, oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugash kerak. Bu 5 bilan tugayapti. Demak, bu ham 5 ga bo'linadi. Yana misol, 107 5 ga bo'linadimi? 107. Yo'q, barakalla. Chunki oxirgi raqam 5 ga bo'linmaydi. 0 yoki 5 bilan tugash kerak. Demak, bu sonimiz 5 ga bo'linmaydi. Endi sizlarga savol. Yana savol. 5 ga bo'linadigan sonlarni ajrating. 5 ga bo'linadigan sonlarni ajrating. Endi sonlar beraman. Qani? Qaysilar 5 ga bo'linadi? Yo'q, bu katta karra emas. Endi 5 ga bo'linishi uchun ikkita qoida bor. Oxirgi raqam 0 bo'lishi kerak yoki 5 bo'lishi kerak. Shu sonlar 5 ga bo'linadi. Sizlarga test beryapti. Mana shuni ham 5 ga bo'linadiganlar ajratib chiq deyapti. Biz hammasini 5 ga bo'lib o'tirmaymiz-da. Mhm. Endi yozamiz. 17 5 ga bo'linmaydi. 24 5 ga bo'linmaydi. Oxirgi raqam 4 bilan tugaydi. 30. 30 oxir 0 bilan tugayaptimi? Ha, javob 30 da olar ekanmiz. Chunki oxiri 0. 100 da olamiz. Chunki oxiri 0 bilan tugayapti. Yoki 0 bilan tugashi kerak, yoki 5 bilan. 100. 105 da ham olamizmi? Oxiri 5 bilan tugayapti. 105. 114 da olamizmi, bolalar? Yo'q. Buni olmaymiz. 76 ni ham olmaymiz. Oxiri 6 bilan tugayapti. Yo'q. Demak, necha olar ekanmiz Hadicha Samsung? Oxirgisini olamizmi? Oxiri 5 bilan tugayapti. Realme, ha? Demak, 1075 ni olamiz. Nilufar? Aha. Demak, oxiri bu ham 5 nechta ekan? 4 ta ekan. Kimda mana shular chiqqan bo'lsa 5 ball.
Aha. Besh, barakalla. Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi, o'quvchilar. Endi misollar ko'ramiz. Tushunda oldikmi? Bugun 5 ta mavzu o'tdik. Mhm. Bular qoidasini bittalab yodlaysizlar. Erta, bugun, kechga va ertadan keyin yodlaysizlar. Mana. 5 ga bo'linish, 4 ga bo'linish. Bularni daftarlarga yozib olasizlar, xo'p? Nuriyaman. Nuriya Asalim Nilufar deb yozilganda hamma eslab qololmayman-da. Asalim 100 ta o'quvchi. Endi misolga qaytamiz. Nuriya. Ketdik. Ye. Sonlar 2, 3 va 4 ga bo'linish bo'luvchi bo'linma. Ha, shunisi ham o'rgatib ketay. Bo'luvchi bo'linma. Bitta narsa qolib ketdi. Qo'shimcha. Qo'shimcha ma'lumot. Qo'shimcha ma'lumot. Mana bu son berilgan. Masalan, 12 ni bo'lamiz 3 ga. 12 ni 3 ga bo'lsak nechta? Darsdan keyin Abduqodir 4 ta. 12 ni 3 ga bo'lsak 4. Endi bularda hammasini nomi bor. Bo'linuvchi deyiladi. Mana bu 12 miz bor-ku. Bo'linuvchi. Birinchidagi odam bo'linuvchi. Keyingisi bo'luvchi deyiladi. Bo'luvchi, to'rtimiz esa bo'linma deyiladi. Bo'linma. Bo'linma. Qaytaramiz. Qani tayyormisizlar? Ketdik. Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma. Yana bir marta. Bo'linuvchi, bo'linma. 3 ta narsa bor ekan. Endi sizlarga misol yana 16 bo'lingan 2 teng 8. Shu yerdan bo'linuvchi nechi? Bo'linuvchini topib beringlar. 16 bo'lingan 8 dan. Barakalla o'zimni aql o'quvchilarim. Demak, bu misolda bo'linuvchi nechi ekan? 16 ekan. Bo'luvchi nechi? Bo'luvchi. Bo'luvchi 2. Nomini ham bilyapmiz. Bo'linma nechi? Voy. Bo'linma 8 ekan. Bo'linmamiz barakalla 8 ekan. Mana shuni bilib olinglar. Bo'luvchi, bo'linma. Endi mavzuga qaytamiz. Tayyormisizlar? Hop. Sonlarni 2, 3 va 4 ga bo'lish. Bo'luvchi, bo'linma. Endi bular hisoblash. Qanday hisoblaymiz? Bularni o'zlaring o'rgatgandim. Bo'lishda hammasini o'rgatib chiqdim karit jadvaldan. 2 ni 2 ga bo'lsak 1, 4 ni 2 ga bo'lsak 2, ya'ni 2 karra bu degani. Qarang. 4 ni 2 ga bo'lsak 2 deyapti-ku. Mana bunisiga oling. 4 ni 2 ga bo'lsak 3 chiqaryapti. Qanday? Bunda savol beramiz, savol. 2 karra nechi 6 bo'ladi? Qara yodladik-ku. 2 karra nechi 6 bo'ladi? 2 karra nechimiz 6? Javob 3.
Demak, 6 ni 2 ga bo'lsak 3 ekan. Bu qara 10 ni 2 ga bo'lsak 5, 12 ni 2 ga bo'lsak 2 karra necha 12? 2 karra necha? 12 bo'ladi. 6 2 karra 6'miz. Javob 6. Demak, 2 karra 6'miz 12 ekan. Hisoblab qiymatini toping. Bularni ham o'rgatuvdim. Agar ko'paytirish yoki bo'lish ikkalasi birinchilikka qo'shib ayirishdan oldin kelsa, birinchi amalni bajaramiz, ya'ni ko'paytirish yoki bo'lishdi. Masalan, 17 16 bo'lingan 2 qo'shilgan 4 bo'layotgan bo'lsa, birinchi bo'lishni bajara olamiz. Undan chiqqan javobga 4 ni qo'shamiz. 16 ni 2 ga bo'lsak necha bo'ladi? 2 karra necha 16? 2 karra 8. 8 qo'shilgan 4. 8 ga 4 ni qo'shsak 12 ekan. Shunaqa qilib, mana bu ikkinchi misolni hammasini bittalab ishlab qo'yasizlar. Birinchi ko'paytirish yoki bo'lish, birinchi kelgani, ikkinchi ayirish yoki qo'shish. Undan oldingi mavzularga ham bitta-bittalab o'tib ketdik, a? Bunaqa misollarda. 4 ham shunaqa. 5 katakchalar to'ldirib chiqasizlar. 6 ham xuddi shunday misollar. Tushundik? 8 ni 4 ga bo'lamiz. Birinchisini ishlab ko'ramiz. 8 bo'lingan 4 qo'shilgan 2. Birinchi ish bo'lishni bajara olamiz. 8 ni 4 ga bo'lsak, 4 karra necha 8? 4 karra 2. 2 qo'shilgan 2. Demak, javobimiz 4 ekan. 6-misol 7. Xuddi shunaqa. 7 ni qara, 7 ni boshqatdan o'rgataman. 7. 3 ko'paygan 4 ayrilgan 32 bo'lingan 8. Buni nima qilamiz? Birinchi kelgan ko'paytirishni bajara olamiz va uni yozamiz. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 3 karra 4 12. Ayirish qo'yamiz. Endi 32 ni 8 ga bo'lamiz. Ikkinchi ish. 8 karra necha 32? 32 ni 8 ga bo'lsak 4. 12 dan 4 ta ayirsak 12 ta bormidi? 12 miyamizga o'ylab olamiz. 4 tani olib tashlaymiz. 12, 11, 10, 9, 8. Demak, 12 ni 8 ga bo'lsak 4. Bu boshqa misol. Bu boshqa misol, men bir emas. Bu boshqacha. Xuddi shunga o'xshatib beryapman. Aynan o'zini emas. Tushundik-a? Endi qaranglar. Mana bu misol bajarib beringlar. 4-sini. Ketdi. Kim birinchi javobini aytadi? 4-misol. Birinchi ish bo'lishni bajara olamiz. Keyin ayirishni yozib, ikkinchi ishni bajaramiz. 16 ni 2 ga bo'lsak, 2 karra necha 16? 8. Ayirishni yoza olamiz. 16 ni 4 ga bo'lamiz. 4 karra necha? 16, 4 karra 4. Demak, 8 dan 4 ni ayirsak 4 ekan. Kimda 4 chiqqan bo'lsa 5 ball. Endi masalaga o'tamiz. Tikuvchi har soatda 7 ta choyshab tikadi. U 4 soatda nechta choyshab tikadi? Qarang. Har soatda 1 soatda 7 ta choyshab tikyapti. Ya'ni 7 ta dasturxon tikdi deyiladi. 1 soatda 7 ta dasturxon tiksa ayalarimiz 4 soatda nechta tikadi? 4 soatda topish uchun
yettini to'rtga ko'paytiramiz. Yetti karra to'rt, to'rt karra yetti degani. Ko'paytuvchilarning o'rni almashgan bilan ko'paytma o'zgarmaydi. Demak, 28 ekan. Keyingisi. Olmaxon 24 ta yong'oqni 3 ta bo'lasiga teng qilib bo'lib berdi. Ya'ni hayit bo'ldi-ku. Olmaxon ham hayitlik tarqatganda olmaxonda 24 ta yong'oq bor edi. 3 ta bolasiga bo'lib beribdi. Har bir bolasiga nechtadan yong'oq oladi? Buni topish uchun 24 ta bo'lamiz 3 ga. 24 ta 3 ga bo'lsak, 3 karra necha? 24. 3 karra 8, 24. Demak, har bir bolasiga 8 tadan yong'oq berar ekan. 10, 11 da ishlab qo'yasizlar. Keyin uy vazifani tekshirganda bularni ham yana tekshirib ketaman. Boya tushuntirib berdim. 5 sonini ko'paytirish va 5 sonini bo'lish. Oxirgi mavzumiz bu. Buni hisoblashni o'rgatganman. Ya'ni 10 bo'lish uchun 5 ga 5 ni qo'shamiz. 15 bo'lishi 3 ta 5, ya'ni 3 ta 5. Qo'shamiz. 20 bo'lishi uchun 4 ta 5 ni qo'shamiz. 25 bo'lishi uchun 5 ta 5 ni qo'shamiz. 30 bo'lishi uchun nechta 5 ni qo'shamiz? Plus 5 plus 5. Ya'ni 6 ta 5 ni qo'shamiz. Shunaqa qilib ishlab chiqasizlar buni. Hisoblab qiymatini toping. Birinchi misolimizni qaranglar. 5 ni 1 ga ko'paytirib 12 ga qo'sh deyapti. Birinchi ko'paytirishni bajara olamiz. 5 karra 1. 5. Qo'shuvni o'zini yoza olamiz 12. 5 ni 12 ga qo'shsak 17 bo'ladi. Endi mana 15-misolni ishlaymiz. Vaqt ketdi. Ana 15. Abduqodir, marhabo. Madina, Imona, Muhammad Sahon, Hojiba, Endi Timon. Ket, birinchi bo'lishni bajaramiz. 25 ni 5 ga bo'lamiz. 5 karra necha 25? 5. Qo'shuvni yoza olamiz. 16 ni yozamiz. Senchi 5 ga 16 ni Gulnora, barakalla. 5 ga 16 ni qo'shsak 21 ekan. Javobimiz 21. Tushunarli, ha? Javob 21 ekan. Bunisi 3-misol. Birinchisi qarang. 3 ko'paygan birinchisi ishlaymiz. 9 qo'shilgan 20 bo'lingan 5. Nechinchi misol? 31-paragraf asalim. Abu Bakr. 44-bet. 3-misoli birinchisi. Birinchi ko'paytirish amalini bajara olamiz. Birinchi kelyapti-ku. Keyin qo'shuvni yoza olamiz. Undan keyin ikkinchi amalni bajaramiz. 3 ni 9 ga ko'paytirsa, ya'ni 3 karra 9. 3 karra 9 necha edi? 3 karra 9imiz 27. Qo'shilgan 20 ni 5 ga bo'lamiz. 5 karra necha 20? 20 ni 5 karra necha 20? 4. Demak, buni javob 27 chiqdi, buniki 4 chiqdi. Endi ikkovini bir-biriga qo'shamiz. 27 ga 4 ni qo'shsak, Farzona 31 ekan.
Demak, birinchisini 31. Endi oxirgisini ishlaymiz. Sakkizinchisini. Vaqt ketdi. 8. Uchinchi misoldan 8. Odina javob yubordi. Abduqodir. Marhaba, Jasur, Xadija, Marjona, administrator Jamoliddin, Nur, Bodirbek, ketdik. Birinchi bo'lishda bajara olamiz. 30 ni 5 ga bo'lamiz, ya. 5 kara necha 30 edi? 5 kara necha 30? 5 kara 6. Kara yodlaganimiz uchun buni bittalab qilmayapman, bolalar. O'tdik-ku karadan. 5 kara 6 30 bo'ldi. Endi qo'shuvni uzun yoza olamiz. Ikkinchi ish 27 ni 3 ga bo'lamiz. 3 kara necha 27? 3 kara 9. 6 ga 9 ni qo'shsak 15. Kimda 15 chiqqan bo'lsa, 5 ball. Tushunarli, ha? Aha. Endi masalalarga keldik. 9 ni o'rgataman, qiyinrog'idan o'rgatay. 9. 9-masala. 5 ta paqirning har birida 9 litrdan suv bor. Nechta paqirimiz bor ekan? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5ta paqir bor ekan. Har birida 9 litrdan suv bor. Hammasida necha litr suv bor? Jamini topsak. Qaranglar, bunaqa misolda mana paqirlar 5 ta bo'ldimi? 5 ta paqir. Har biriga 9 tadan bo'lsa, 5 ko'paygan 9 deb yozamiz. 5 kara 9 45 litr ekan. Necha litr suv bor ekan? 45 litr suv bor ekan. Endi 8 ni ishlaymiz. Baliqchilar 35 ta baliq tutdi. Qaranglar. Daryoga bordik-da, hammamiz har birimiz 35 ta baliq tutib olibmiz. Ular baliqlarni 5 tadan bo'lib oldi. Har birimiz 5 tadan bo'lib olibmiz. Nechta baliqchi tutgan? Buni topish uchun jami 35 ta baliq edi. 5 tadan bo'lib oldi. 8 ni bunaqa ishlaysizlar. Jami 35 ta baliq bor edi. 5 tadan bo'lib oldik. Bo'lib oldik 5 tadan. Biz necha kishi bo'ldik? Biz necha kishi? Buni topishimiz uchun yechish 35 ni bo'lamiz 5 ga. 35 ni 5 ga bo'lsa 5 kara necha 35? Agar toza bo'la olmasalar, bunaqa ustun shaklida ketamiz. Mana 5 ga bo'lamiz. 5 kara necha 35? Jami 35 ta baliq bor edini yoki bor edi deb yozsak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Bor edi 35 ta baliq. To'rttadan bera olmaymiz. 5, 7 tadan berib ko'ramiz. 7 kara 5 35. 35 dan 35 ayirsak 0. Javob 35 ni 5 ga bo'lsak 7 ekan. 7. Demak, necha kishi boribmiz baliq tutgani? 7 kishi boribmiz. Tushunarli, ha? Qolgani 7, 6, 5, 4lar uy vazifa.
bilan ishlaysizlar. Bugungi uy vazifalar, uy ishi, uy ishini yozib qo'yay, yozib olinglar. Uy vazifa, uy vazifa 30-chi paragraf va 31-paragraf. Birinchi uy vazifa. Ikkinchi uy vazifa mavzuni daftarga ko'chira olish va daftarga uchinchisi qoidalarni yodlash. Ya'ni sizlardan ikkiga bo'linish, uchga, to'rtga, beshga qanday sonlar bo'linadi desa taqillatib javobini tashlab taqillatib javob beradigan bo'lishlaring kerak. Tushundingmi? Mana mavzuni yoza olasizlar-ku, buni rasmini ustozlarga tashlaysizlar. Rasmini tashlaysizlar. Ham tashlaysizlar. Bugun sizlarga yetadi. Ya'ni 5 ta mavzu salkam o'tdik. Mana shu sizlarga uy vazifa. Uy vazifani skrinshot qilib qo'ying. Mhm. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi.